Tamam oborasizmi aka? Qildiramiz hozir yana. Nima qilamiz? 400 dan qildiraman. Shu hozir misol uchun 550 u yoqqa 2 million 2 million 300 deb bo'lar ekanda. Keyin nima etib olasiz? Keyin kirib qo'ysa bo'ladi. Men ertaga qilamiz. Bu ertaga nimadir qolsin. Qilamiz. Bu bor qayta o'zingiz qayta shu agar uyni ola olmasam yana aytib oborasiz-da. Mana shu nimaga telefon qilasiz? Boyagi. Mana usluga bor, usluga degan joyiga. Qidirish, shu yerda odamlar dogovor qilasiz misol uchun. Arzonda sotadigan odam topilib qoladi. Bugun siz qimmatroq bo'ldi, olib boradi, mayli deb kerak bo'lib qolardi. Arzonroq olib borasiz. 400, 500, 450, 500 atrofi bo'ladi aka. Shu aka bizni uyga kelaverasiz mehmonga. Mehmonchaga kelaverasiz. Uychani, kiyimchani oldik, ryukzakdan mashminlar olishim bormi ekan? Mashminlar mana ryukzak arzonroq ko'raychi. O'zimizning stilni qilib olik. Bahodir aka chopdi. Bahodir aka chopdi bizga. Bu mashminlar Moskvaga yo'lda hozir. Mashminlar yoki ustki Bor edi, sotvormiz. Yo'q, Bahodir aka bergandim. Bahodir aka kiyib berib turing dedi, kiyib ko'raman dedi, shumi yo'q. Ham bergani yo'q. Men o'zim olaman dedim-da, endi nima qilib bergandan keyin aka bering deb so'ragani ham nima qilyapman, yoki o'zi ham yo'q, o'yinda kirmayapti. Kiryapti-yu, bir necha vaqtda kiryapti-da. Bahodir aka. Yo'q, mashmunda nimada magazindami deyman men, donatnimi? Yo'q, pulga edi 600 ming qancha mingga edi, pulga edi u. O'zi. O'zi shayton shu ham bo'ladi hozircha, ertaga olib boraman. Ryukzakni ko'rdik, ryukzakni ko'rdik. Keyin kerakmas. Hozir bunaqa qilikda aka boyagi bunaqa qilikda aka yuring mashina bozorga. Ha 40 necha ming siz mashinada ketamiz. Bizga ketamiz. Mashina olib bitta mashina olamiz, biratgani o'zimga qo'ydirib oldim. Bosib turing. Bitta mashina olamiz. Короче, tavakkal. Normal mashinani ko'ramiz, ko'ngli yoqadigan bir 10 million, 20 million atrofiga bitta mashina olamiz. Qolganiga yana kiramiz-da. 29 million pulim bor-da, 29,5 million pulim bor. Bir joyga tiqish kerakmi? Shuni hozir pulni yo'qotish kerak hozir. Shu bilan misol yoki yana ko'taramiz. Nima qayda? Mashina bozor qayda hozir? Yana bitta uyga tushibdi hozir ko'ring. Yetib berdim. Yo'q qaydan olib qo'ysa bo'ladi shuni ham aka. Mo'j garaj bo'lishi mumkin. Menda lekin nima ham yo'q. Aptechka ham bo'sh-bo'sh yurib qolishi mumkin. Yaxshi joy ekan bu ham. Chekkada. Garaj bo'lishi mumkin bu yerda. Garaj bo'lsa olib qo'ysangiz bo'ladi. Sizda nechta bitta uy bormi hozir? Hop, qarang, shtab bo'lishi uchun uy bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ha, uy bo'lishi. Hozir shu ekan bo'lsa shuni olib qo'yasiz hozir mana bu uyni. Bitta uy, bitta kvartira bor ekan. Sizda, hozir shuni ham olib qo'ysangiz bo'ladi, olasiz. Olmasa men o'zim olib boraman. Garaj bo'lsa agar. Ha, bo'ldi, ketaveramiz, bu yerga kerak emas. Garajsiz bu, yaxshi uylar emas. Yo'q qaydan? Kantina ochganning foydasi yo'q-da, kantina ochish minus kiradi. Bir plyus kirganimga kantina ochib shu vaqtgacha. Kantinada plyusga kirib minus kirib o'rgandirman, kantinada bir marta ham plyus kirganim yo'q o'zi. Pastdan yetkazasiz. Nima bo'ldi? Teksturali yo'qoldi. Sizning shu tekstur yo'qolgani menga ovoz eshitildi sizda. Qanaqadir g'irrillab. Kompyuter qanaqa sizga aka? To'laga? O'rtacha. Video karta qanaqa? AMD. AMD o'rtacha bo'lganimni aka bor-ku.
Aynan bu nimada bormi? Radmirda. FPS ko'p oladigan bu serial. Qarang, 60 FPS. Hozir bu kecha majlisga kirdim, 100 dan oshiq edi. Bu yerda 60 olyapti. Serverning o'zi FPS ydi ekanda, servis. Yaxshi nima qilinmagan. Teksturalar, optimizatsiya. 22 millionga nima? McLaren bo'ladimi? Qimmat, a? 14 million ekan go'skasi. Может, qimmatroq ham ketishi mumkin, lekin keyinchalik o'zi bu o'tgan nimada BOPada. Bugatti, bilirsin, 9 agar shu Bugattidan oladim agar men agar ko'tarsam pulimni. Divo. Buni-chi bilaman, qarang, Volga aka. Volga. 13 qimmat. 2800 ekan lekin. Go'skasi qimmat, a lekin aslida. 10 gacha Sekkiz. olsangiz bo'ladi. O'shanda ham 2 million foyda qilasiz. Foyda qilish qiyin-ku mashinada qilish. 53 million. Banan 2200. Я не знаю, типа, кому они нужны. Они очень прикольные, я себе бы их оставил. Я вот ему мои отдал. 18 millionga kulina. Foto вот bo'lsa я, bo'ladi lekin. Одевай. Yo'q. Ну, хотя они мне где-то, они у меня в супре лежат. Mesela diskga ham qo'yilgan ekan. Qaysi foto bu 18 millionga bu mana akul Ты nima? продаешь? Neydi? Почему? Там Кулина. смотри, открываешь. Qo'ychi. Buni Porsche 911 kerak emas. Ha, 18 19. Go'skasi qancha shuni ko'rgancha go'skasiga? Nima uchun Zaychiqchi, Zaychi ham qimmat, a? Zaych 22400 bo'lsa, uchishi 11 million qancha oladi, a? Men buni 18 ming qancha sotdim ekan ya buni sotganda. Sotganda 18 sotolmadim menimcha shuni. 11 million, 15 million. Bitta McLaren bilan Ben 211 qo'ysangiz bo'ladi lekin. 7 milliongami? Shu ham, legendarniy mashina. Shuni gaplashib ko'ringchi telefon qilib egasiga. Ordan bermasmagan. 7 ming, 6,5, 6 dan boshlang. Agar pul ko'p bo'lmasa beradi lekin. Ben haydab ko'raychi, test qilib qolib. Mana bu kak uyning oldida garajda qo'yish uchun-da, unaqa tez yurmaydi ekan bu ham. Mashina. Bo'ladi. Perikop shekil. 300 ga chiqar ekanda. 300 312 350 chiqsa chiqar, 350 chiqar ekanda. Telefon qo'yingchi egasiga nima degan, kelishtirsa olamiz. Ordan olsa ham. Garib men ikkitadan ko'p ola olmayman, yana bitta mashina olishim mumkin bo'lgani shuni. Bitta mashina bo'ladi. U pulga sota olmayman, sota olmaysizlar keyinchalik baribir. Sotsa bo'ladi. Endi go'skasi sotsangiz ham arzimagan pulda shuni sotmay ham qo'yaman-da keyin. Yo, bu go'skaga sotmaysiz deb buni. Shuni aytaman-da. Kolleksiyaga olib qo'ysa bo'ladi, bu kam-ku bunaqa. Shu boyagi nimadan kam tushadi-da. Men 18,5 millionga lekin bu sota olmaysa 15 ga ketishi mumkin-da bu. Ko'lik 12, 15 ga. Ko'lik sotamiz. Buni kolleksiya olib qo'yasiz, uyini chiroyli qilaman. Yozma egasiga yozmadim. Ha, telefon qolma. Ko'ring, ko'rmasa ko'taramiz, oboramiz. Алло. Алло. Да, слушаю. Здорово. Я по Здорово. поводу машины. Я здесь рядом еще подойду. Okey, tamam peki. Bulat, nimani ham so'raymiz boyagi, nimani ham so'raychi, buni Rolls-Royce'dan so'rang. Keyin buni Здорово. so'raganda. Да, здорово. Так, скидку сделаешь? 7,5 край. Край? Sen bo'lmaymi? Sen Да. bo'lmading?
7 ровно. Не-не-не, это и так ниже рынка, дохуя ниже. Men xatirda semding. O'zi ancha arzon berolman. Sen bilan olasan. 10dan baland ko'ruvdim, nima? Ya'ni semga berasanmi so'rab ko'ringchi. So'radim, yo'q Что в debdi. итоге? Сейчас So'rab ko'rachi. Слышишь, Владик? Да. Зайди в Дискорд, там Виталий еще зашел. Кто зашел? Виталя. Сейчас. yana nima so'rash kerak edi? Ha? Bo'lishi 7,5 debdi. Bu bo'lib fotimi ekan aka bu? Pol nima? So'roqing. Nechuk polni bo'lsa kerak. Ой, Ha, pastda polni ekan. Bitta drift qo'ymagan bo'lgan. Panelov nima qo'ygan. Avtopilot ham qo'ygan ekan. Tamam, yomon narxmas lekin. Qo'ychi. Men olib qo'yaman, joyim sotaman sizga. Слышишь, Серега? Lat yutut. Меня чисто родительство, как ты сидел возле Ладно. этого Лексуса. что? Я чуть энергетиком не слышно подавился. тебя. Ты сидишь такой, блядь, Смотри, брат, Сидишь такой. за 7 продаешь? Нет. Для себя хотел. сука. 7,5. Давай здесь тогда. Предлагай. Что? Предлагай. 7,5. Я же говорю 7,5. Ну, я говорю, это предлагай. Там, ну, продажа предлагай. А, все. Не, братиш, подожди. О, нахуй ждать, я его все ебал. Ну, оттуда отошел. Тебе. Понятно. Вы получили один бесплатный прокрут колеса. Удачи! Чё, кто со мной в казик едет, ребят? Кто в казик едет? Блин, у меня 2 машины, не могу купить. Серго, Блин. едешь, нет, со мной в казик? Надо подойти, брат, сейчас продает там вторую А. машину. Братиш, едешь в казик? Что еще раз? Не еду. Ну, у меня 2 машины, не могу именно, там. блин. Хорошо. Beraymi olib Сagi- qo'yaman. Куда ты его потащил? Как стадешь, скажешь. Я здесь буду. Yürü, barkay. Vaqt ketamiz. Mashinani boyagi men parkovkada nima qo'yib, mashina semya o'tkazib yuboramiz. Boyagi Ha. mana bitta g'o'zavoyim borda. Tutib tursangiz ham bo'ladi xohlasan shu yerda. G'o'zavoyim o'tkazib yuboraman, boy. G'o'zavoyim o'tkazib yuboraman На что? semyaga. Так, ну это уже все, я типа не понял. Например. Rovuntirma. Yo'q. Mm. G'o'zavoy pila, g'o'zavoy o'tkazib olmayman men aka uni. Я казино, тьфу ты. U Я g'o'zavoy рулетку nima получил deyapti? бесплатно. U tepaga. Ну, Qatiyot. так я вот и хочу, только с кем? U nima tosh Sam. deyapti. Алкашоном? Ну да, почему нет? Qanaqa chaqirsam bo'ladimi hozir uni bu yoqqa? О, понял. Meni chaqira olmaysiz. Слышишь, дай я поцелую тебя. Прими. Polshdan o'tkazib olmayman. Дай Polsha поцелую. nimada parkovkada Быстрей. qo'yibdi uni. Не понимаю, Ay, mazga pul berib tursangiz, men olib turardim, keyin bunaqa qilaverardi, to'g'rilaverardi. Farqi yo'q, bo'ldi. Joy bor-ku menda. Bo'ldi, joy bormi o'zi? Joy bor menda. Прими. Bo'ladi. 7,5 mi? 7,5 beraman sizga unda. Все, пожалуй. Ya mashina ham ololmayapmanmi? Nima qachyapti? Yopib qo'yish kerak ekan. Parkovkaga yopib qo'yish kerak ekan. Mayli. O'shancha kvartira bo'lsa ham olordim, deymi? Ha, nima uchun? Sizga pulni beramiz, o'zingiz olib olasizda. Mana qayerda? Sotib olmadimi hech kim? Ya, tur. Влад, Че? Владик, слушай, Че? один к тебе такой вопрос. У тебя есть какая-нибудь работа? Погромче можешь сказать? Я говорю, может быть, у тебя есть сейчас какая-нибудь работа? Что тебе там, может быть, помочь сделать быренько надо? Просто на камне вот этого не впустить. Ayting, предлагай, давайте. Men Вот съедь машину. Он был Да, можно бы кидать, долгое нет? время. Да, предлагай этот человек, вот. Ему, да, 159? 159? Не, кидай. Да. А 103 ты не русский? Нет. Что? Нет, я не русский. А, понимаю. Ish kerak bo'lsa, men olaman ishga keting. Слышишь, что ты немножечко не с Всё, тем спасибо. акцентом разговариваешь? Спасибо. Вам что, работа надо там? Ну, вообще, да, прекрасно.